Ben sana yükünü ettim bacım. Kellendeki yünü olup taşıdı. Nima kerak? Nima qilasan bu yünü? Radik, ben keldim jalla. Bu kim bu? Ha bacım? Kim bu? Jo'ram bu dada. Nima sizlar hammalaringiz qurvaqqa o'xshab o'tirasizlar? O'zim o'rgatantimda bular. Tekshiruvli doda. Mehmon kelibsiz, ad-dushi rahmat. Endi jo'rayza qo'shilasiz to'zi yerda ishlaysizlar. Tushundingmi? Tushunmadim. Aytmadingmi? Adingga men dam olishga kelganman-ku jalla. Dam olishga kelgansizmi? Ha? Bittasini odam etdim. Endi mehmon sizni ham odam etaman. Bu yerda ish bormi? Bu yer bitta rabotchi kelgan. Pulini men bilan gaplashasiz faqat. Ana shu rabotchi hamsa. Yangi kelgan. 5 oling. Kuniga ishlagan uchun 50 mingdan beraman. 50 ming to'g'ri kelmaydi. 80 ming so'm. Normal ishlaydi bu. Hamsiya, buni men olib ketamdan keyin men o'zim 80 tushadi. Meniki ham emas, meniki ham emas. 65. Menga qarang, hamsiya mol sotmaysiz-ku, odam bu borib ishlaydi. Bu moldan farqi yo'q buni. Odam etish kerak buni. Hamsiya barakammi? 60 beraman, hamsiya. 65 dan bir tinan kam ber. Qattiqlik etmang 5 ming uchun. O'rto, lakasan nito tashabsan-u jalla. Mana yana bitta rabotchi keldi. Ha endi 60 dan beraman. Endi 50 dan beraman. 50 dan bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Qanday kelmaydi?